Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana bugun 4-yanvar, xudo xolasa 2026-yil. Mana yangi yil ham boshlab oldik. Assalomu alaykum. Xudo xolasa hammaga yangi yil barakatli va omadli bo'lsin. Kimki nimaki yaxshi niyati bo'lsa, niyati yetsin ilohim. Bizdan birinchi juda ko'pchilik YouTube tarmog'ida so'rashadi, yem qanaqa, ko'rim qanaqa berasiz quyoningizga deb. Bu ko'rim mana ko'rinishi. Ko'rimni ko'rinishi qanaqa ko'ryapti? Mana. Bu ko'rimni bir do'stimiz chiqaradi. Ratsion bo'yicha vitaminlar qo'shib, o'zi quyon boqadi, fermasi bor. Bizning do'stimiz, xudo xolasa tez kunlarda o'zimiz brendimizni qo'yib chiqarmoqchimiz. Chiqaramiz, sotgani yo'lga qo'yamiz. Hozir o'zimiz quyoniga chiqaryapmiz, o'zini quyoniga va bir ikkita tanishlarga beryapmiz xolos. Xudo xolasa tez kunlarda sotuvga qo'yamiz. To'liq. Nomi yo'q, lekin o'sha nomini so'rayotganlar bo'lsa, nomi yo'q hozircha. Maslahatlar berib o'tamiz bir boshdan. Hamma quyon boqadi, ko'pchilik ko'rim beradi. Mana hozir ko'rimni bergandan keyin idishlari va karmishkalari to'lib qoladi. Sababi qopda 25 kilo bo'ladi ko'rimlayni. Talqon bo'lib qoladi. Urilib tushirayotganda, yuklayotganda oyoq tepib, tepkilab ma'lum miqdori qo'lab ketadi qopda. Misol uchun qopda 25 kilo bo'lsa, yarim kilosi qo'lab ketadi. Talqon bo'lib ketadi. Qanaqa desangiz, mana bunaqa ko'rish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Sizlarda ham bo'lsa kerak. Yemni bir boshdan mashina olganda ichida mana yem bo'ladi, ichida mayin talqon ham bo'ladi, kepaga o'xshagan yemni. Va solib berasizlar. Keyin idishlarni to'lib qoladi. 2-3 kunda tayi talqon bo'ladi, talqonni bu quyon yemaydi. O'shaning uchun biz maslahatimiz erinmasdan bo'lg'ali bir bozorda bor. 25 ming so'm. Elab beramiz, elab, yemni solib qopdan elab turib, keyin faqat solamiz. O'shaning uchun bizning idishlarimiz to'lib qolmaydi va ha deb bitta idishni to'kib chiqmaymiz. Yem idishlarini to'lib qolganda. Hamisha pokiza turadi idishlari. Bir qopdan misol 1 kilomi, 800 gramm chiqib ketadi tashna bo'lib. Buni nima qilamiz masalan? Buni faqat qo'y yeydi, mol yeydi, yemay qo'shasizlar. To'g'ri yemas ekan, o'rda yemas ekan, sinab ko'rdik, bo'lmadi. Hop. Buni pastga olib qo'yamiz. Yem shu, xolos. Effekt zo'r xolos. Va hozir bizda ko'p bo'layotgan ish, ya'ni bizda quyon go'shtidan ham quyon sotilmoqda triga, ya'ni zotga. To'liq video qilmayapsiz hammani. Bugun video qildik bir akamizni. Endi xudo xolasa video qilib boramiz baqiga. Sotga qo'yiladi xudo xolasa. Hadi esimdan chiqib qolmasa, mana bor. Rishtonga sotdik o'birda. Mana shu yil o'zi xudo xolasa shukr, Allohga shukr. 3 kishiga quyon sotdik. Bir kishiga 4 ta, bir kishiga 2 ta, bir kishiga 3 ta sotdik, Allohga shukr. Sotyapmiz. Qo'ylarimizga kelsak, qo'ylarimiz toza zotli, xinkol, qoni toza, xudo xolasa. Behijolat. Mana shu qo'ylarimiz xudo xolasa. Samkalar. Karim oylik qashlik bo'lib qoldi. Kattalari qolmadi, kattalar bo'ldi, xudo xolasa. Besini ko'ramiz sizlarni hozir. Hop. Hop. 2 kilo 200. Bo'lmasa. Bunisi. Hop. Bunisi 3 kilo, 2 kilo 300. Hop, qana metrga 30 gram. 2 kilo 330 gram ekan bunisi. Hech yo'q hozir qoldi. Ular 2,5 oylik bo'lib qoldi, to'liq emas lekin. 70 kilo shakar. Mana, bular toza holda hech yo'q, hashaka emas. Qalar, avvalgidek toza, bular yo'q, sog'lom. Sotiladi. Narxi 250 ming so'mdan zotga beramiz. Kelasizlar. Hozirda sotuvda 7 tami qishloq qo'ygan, 7 ta yoki 6 ta qo'ygan. Mana shu bu tushlardan. Yo'q qantalar olasizlar. Keyin partiyalar yosh hali, yosh.